shu qadar uzoq sajda qilib turdilarki, men o zotni ruhi qabz qilindimi deb o'ylab qoldim dedilar. Qo'rqib ketdim deydilar. Borib oyoqlarini ushlab qimirlatgan edim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda oyoqlari qimirladilar. Men tinchlandim deydi. Shunda u zotni duo qilayotganini eshitdim. U zot sajdada quyidagi duoni qilar edi deydilar. Allohumma inni a'udhu bi'afika min iqabik va a'udhu biridaka min sakhatik va a'udhu bika minka jalla wajhuka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Duoni tarjimasi quyidagicha. Ey Alloh, men sening afing bilan azobingdan panoh so'rayman. Seni rizoying bilan g'azabingdan panoh so'rayman. Seni o'zingdangina panoh so'rayman. Sen buyuksan. Seni o'zingga sano aytganingdek men senga sano ayta olmayman. Ushbu duoni qildilar azizlar. Uni ulamolar mana shu baroat kechasida qilinadigan duo deydilar. Mana shu duoni ko'p qilish kerak. Xohlang buni o'zbekchasini qiling, tarjimasini qiling. Ayni mana shu ma'nolar ichida, ya'ni Allohdan afv so'rayapti. Alloh taoloni azobidan qo'rqishimizni bildiryapti. Va Allohga aytayapmiz, Alloh senga sen o'zingga sano aytganchalik men sano ayta olmayman deyapti. Ya'ni seni maqtashlikda ojizman. Qancha maqtovlar bo'lsa senga oz deyapti-da. Mana shu sanolarni aytib, duolarni aytib, bugungi baroat kechasini o'tkazishlik kerak asizlar.